Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor İstiqlal xabarlar programımızda görüşünlerini kızgın qarşı alımız. Ben Abdurrahim Paraç. Hürmetli televizor koyucular. Bugün 2017 yıl 4. ayının 21. günü Cuma. Aldı bilen xabarlarımızın asas mazmununu tunuşturup ötümüz. Huzurunlarda bulduğunu Xitay tecavüzçileri o Şarkı Türkistan'da Uygurlar qartılgan, çekten aşkan çekleme siyasetlerini yürgüzüp kilovatkallığı hemmimizge ma'lum. Yakında Xitay tecavüzçileri terbiyetin şu vatanda Muhammed, Türkizat, İslam degandek bir qism ismlarniki cheklanganligi to'g'risida xabarimiz bo'ldi. Undan boshqa yana Xitoyning bu chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning oilasiga tutqun qilish, ularga telefon qilib tahdid selish orqali ularni qaytirib ketishga majburlayotganligi to'g'risida xabarimiz bo'ldi. Shundaqla yana 16 aprel kuni Turkiya asos qonunining 18 moddasiga o'zgartirish kirgizish uchun buni umumiy xalq ovozi qo'yish ilib berilgan. Buningda 51,41% ovoz bilan g'alaba qilganligi to'g'risida xabarimiz huzurunlarda bo'ladi. Unda qana diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonda bir qism ismlar cheklandi. Yaqında ijtimoiy uchur aloqa vositalarida Xitoy tajovuzchilari tomonidan e'lon qilingan bir uqtirish tarqatilgan bo'lib, uningda Uyg'urlarning bir qism ismlari asabiylik tusini olgan hisoblanib cheklanganligi bildirilgan. Sharq Turkistonda bir qism ismlar cheklandi. Sharqi Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan Uyg'ur musulmonlariga qartilgan chekdan oshgan cheklama siyosatlarining turlari har kundagidek yangilanib turayotgan bo'lib, bu cheklama siyosatlari hatto Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, madaniyati, yurish-turish, urf-odat va qiyofatlari shundaqla oiladagi yashash muhitlari hatto o'zining aqlli huquqi bo'lgan ismlargacha kengaymoqda. Yaqında ijtimoiy uchurlar vositalarida Xitoy tajovuzchilari tomonidan e'lon qilingan bir uqtirish tarqatilgan bo'lib, uningda Uyg'urlarning bir qism ismlarimi asabiylik tusini olgan hisoblanib cheklanganligi bildirilgan. Uyg'urlarning ismlariga qartilgan bu xildagi cheklamalar 2014-yili Sharq Turkistonning janubiy rayonlarida ijro qilinib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo bu cheklama ma'lum bir turlik ismlarni o'z ichiga olgan edi. Bu qatam e'lon qilingan uqtirishda Uyg'urlar qo'llanishga bo'lmaydi deb cheklangan Uyg'ur ismlarining doirasi yana kengaytirilgan bo'lib, islomiy ismlarni qo'yishga ochiq-oshkora cheklama qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatam qo'llanish cheklangan kishi ismlari tuvandagilardan iborat ekan: Mujahid, Jihad, Jundulla, Talib, Mo'ydin, Muhammad, Muslima, Imom, Mujahiddin, Vahab, Sada, Usama, Zikrulla, Nasrullah, Muslim, Bag'dod, Suriya, Qohira, Sumayya, Zikriya, Sadam, Turkzat, Turknaz, Azhar, Hoji, Islom, Arafat, Madina qatorliq 29 ism tafsili yozilib, bu xildagi ismlarni qo'llanish cheklanganligi bildirilgan. Bu xildagi cheklangan ismlar orasida Muhammad, Sada, Turkzat, Turknaz, Muslim, Islom qatorliq ismlarning bo'lishi Xitoy tajovuzchilari tomonidan elib berilayotgan zulm va haqoratlarning insoniyat tarixidagi eng yuqori darajadagi yana bir qatimliq ko'rinish ekanligini ko'rsatib bermoqda. 9. qatimliq 23 aprel Xalqaro bolalar bayrami faoliyatiga Uyg'ur o'smirlar qatnashdi. 9. qatimliq 23 aprel Xalqaro bolalar bayrami faoliyati 20 aprel payshanba kuni Turkiyaning Kocaeli shahrida rasmiy boshlandi. Faoliyatga Uyg'ur o'smirlari qatnashdi. 9. qatimliq 23 aprel Xalqaro bolalar bayrami faoliyatiga Uyg'ur o'smirlar qatnashdi. Turkiyada Xalqaro bolalar bayrami faoliyati 20 aprel payshanba kuni Turkiyaning Kocaeli shahrida rasmiy boshlandi. Kocaeli shaharlik hukumatning uyushtirishi bilan 23 aprel bolalar bayrami munosabati bilan 41 davlatdan 1000 nafar o'smir Kocaeli shahriga jam bo'ldi va o'zlarining bayroqlarini lapildatib shahar markazida yurish qildi. Bu faoliyatga Uyg'ur o'smirlariga vakolatan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan o'g'il qiz bo'lib 23 nafar o'smir qatnashdi. Uyg'ur o'smirlarimiz qo'llarida Sharqiy Turkiston bayrog'ini lapildatib shahar markazidagi yurishga qatnashdi. Chimen do'ppa, konvoy ko'ynak, milliy qiyofatlari bilan kishilarning alohida diqqatini tortdi. Tunugungi faoliyatda o'smirlar she'r o'qidi. Kocaeli shahar boshlig'i Ibrohim Qari Osmon o'g'liga Uyg'ur milliy kiyimlaridan do'ppa va to'n kiydirilib, Uyg'urlarga ko'ngil bilishni ifodalab, sharaf taxtisi taqdirnoma taqdim qildi.
Uyg'ur farzandlarimiz 23 aprel kuni Kocaeli shahar boshlig'i va valisi qatnashgan o'smirlar tantanasi cho'ng murosimida she'r o'qib Uyg'ur sama usuli ko'rsatdi. Farzandlarimiz Uyg'ur milliy madaniyatini tunishtirib, har xil faoliyat olib boradi. Bu faoliyat 9 yildan beri har yil bir qatim o'tkazilib kelayotgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi bolalarni o'zaro uchrashtirish va tunishtirish fursati bilan ta'minlab, ular orasidagi mehr-muhabbat va sevgini kuchaytirib, tinch bo'lgan dunyoning go'zalligini his qildirish maqsadida o'tkazib kelmoqda ekan. Chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarning ota-onalari tutqun qilinmoqda. Xitoy chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning oilasidagilarni tutqun qilib, ularga besim qilish orqali chet ellardagi farzandlarini qaytib kelishga majburlamoqda. Chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarning ota-onalari tutqun qilinmoqda. Chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarning ota-onalari ta'didga uchramoqda. Xitoy chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning oilasidagilarni tutqun qilib, ularga besim qilish orqali chet eldagi farzandlarini qaytib kelishga majburlamoqda. Dunyo vaziyatidagi qalayimqonchiliklarni o'zi uchun fursat deb bilgan Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur xalqini va ularning haq-huquqlarini oyoq osti qilish darajasini kundan-kunga qatma-qat oshirib bormoqda. Buning sirtida yana chet ellardagi Sharqiy Turkistonliklarga bo'libmi, o'quvchilarga qora qo'lni uzatishga boshlagan bo'lib, buning uchun old bilan Turkiya, Misr va Yaponiya qatorliq davlatlarni asos qilgan holda har qaysi davlatlardagi barliq Uyg'ur o'quvchilarini qaytarib kelish uchun ta'did xarakterlik telefon qilib hayva qilishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni o'zlari uchun yoshirin tahdid deb bilgan Xitoy tajovuzchilari ularni qaytarib kelish uchun barliq amallarni qilishga boshlagan va qaytib kelgan Uyg'ur o'quvchilarni hech bir qonuniy asossizlar tutqun qilishga boshlagan. Qaytib kelmagan o'quvchilarning ota-onasini tutqun qilgan. Ba'zi o'quvchilarga Xitoy yollanmalari bevosita telefon qilib qaytib kelmasa, ota-onasini turmaga qamash bilan tahdid qilgan. Bir qism ota-onalarni Misrda o'qiyotgan o'quvchilarga majburiy telefon qilg'izib, qaytib kelishga zo'rlagan. Yaqin mezgillarda chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar ota-onalarga qilinayotgan chekdan oshgan bu besimlarga bardoshlik berilmay, vatanga qaytgan bo'lib, bularning ko'pinchisining Xitoy tarafidan tutqun qilinganligi ilgari surildi. Egalanishcha Xitoy tajovuzchilari tarafidan chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarga 5-oyning 1-kunigacha muhlat belgilab berilgan bo'lib, bu vaqt ichida qaytib kelmasa, ota-onalarni va qarindoshlarini qamoqqa oldiganligi bildirilgan bo'lsa-mu, bu uchurning manbasi hozircha aniq bo'lmagan. Noma'lum kishilar bu vaqtda ilm ma'rifat mushugi bo'lgan Misr Al-Azhar universitetida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni bu bilim buluqidan ilm tahsil qilishdan to'sqinlik qilishga urinib, o'tirg'a har xil fitna ig'vo tarqitib, kishilarni g'am andishiga solish orqali o'qishga to'sqinlik qilish, tezitib tarqoqlashtirishni maqsad qilib, Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarini qaytardi, tutib qaytardi degandek asossiz uchurlarni ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqatmoqda. Bu vaqtda rasmiy o'rinlardan aniq ma'lumot tarqatilmaganligi ilgari surilmoqda. Chet ellarda qanday qilishni bilolmay chorasiz qolgan, o'zlari uchun chiqish yo'li topolmayotgan minglagan mazlum Uyg'ur muhojirlar va o'quvchilar uchun kunimizda faqat kichikgina bo'lsa-mu erkin nafas ola oladigan birdan-bir panohlik o'rin faqat Turkiya bo'lib qolmoqda ekan. Bir qism ziyolilar Misr qatorliq chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning har qanday ahvol ostida ilm tahsil qilishdan bosh tortmaslikni, dushmanning hayvasidan andisha qilib yoki oldinib qafas ichiga kirmaslikni alohida ta'kidlamoqda. Turkiya asos qonuniga o'zgartish kirgizishga ovoz berish g'alabalik oxirlashdi. 16 aprel Turkiya asos qonunining 18 moddasiga o'zgartish kirgizish uchun umumxalq ovoz berish elib berilgan bo'lib, 54,41% ovoz qo'llash bilan g'alaba qildi. Turkiya asos qonuniga o'zgartish kirgizishga ovoz berish g'alabalik oxirlashdi. 16 aprel Turkiya asos qonunining 18 moddasiga o'zgartish kirgizish uchun umumxalqning ovoz berish bilan elib berilgan bilet tashlash natijasida 54,4 qo'llash, 48,6 rad qilish ovozi berildi. Bu qatimki ovoz berishga aslida 55,319,222 saylovchi ovoz berish salohiyatiga ega bo'lgan bo'lsa-mu, 48,932,814 kishi ovoz berishga qatnashgan. Ovoz berish uchun Turkiyaning 81 viloyatiga jami 167,144 bilet tashlash sanduqi ta'sis qilingan. Bilet tashlash chet eldagi ovoz beruvchilar uchun 27 martdan 9 aprelgacha elib berilgan bo'lib,
Türkiye ichida 16 aprel yakshanba kuni atdiganda boshlanib, kech soat 17 da oxirlashdi va tashlangan biletlar solinib, natija e'lon qilindi. E'lon qilingan natijada xalq rayon sinash natijasining utuqliq bo'lganligini tabriklab, Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Adolat va taraqqiyot partiyasining binosi oldida nutq so'zildi. U so'zida Turkiyaning kelajagiga ko'ngil bo'lgan turk xalqiga rahmatini bildirgandan keyin, buning faqat xalqning xotirjamligi uchun bo'lganligini, fuqarolarning haq-huquqining qo'g'dilinganligini va demokratiya bilan qonun davlati texmo mustahkamlanganligini bildirdi. Türkiye raisi Recep Tayyip Erdoğan'mo bilet tashlashning g'alabalik oxirlashganligini tabriklab, İstanbulda xalqqa nutq so'zildi. Erdoğan so'zida 16 aprel kuni Türkiye davlat tuzumi to'g'risida tarixiy qaror ilingan bir tarix kuni ekanligini, asosiy 18 moddasiga o'zgartish kirgizish orqali asos qonunning 18 moddasiga o'zgartish kirgizish orqali cho'ng o'zgarishlarning maydonga keldiganligini tilga olib, xalqning o'z kelgusiga ega chiqqanligi, buning har turli qiyinchilik va mushaqqatlarga bosh egmaydigan bir iroda ekanligini bildirdi. Ve baş minister Binali Yildirim, Millatchi Hareket Partiyasi raisi Davlat Bahçeli, Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Destici qatorliqlarga teşekkür etdi. Erdoğan so'zida o'lim jazosiga aloqador qonun loyihasi to'g'risida to'xtalib, agar o'lim jazosiga aloqador qonun loyiha Turkiya parlamenti tomonidan ma'qullansa, uni o'zining tasdiqlaydiganligini, qolgan 3 partiya rahbarining mo qo'llaydiganligini tilga olib o'tgan. Undan boshqa agar bu loyiha qo'llashga erishilmasa, u holda buning uchun yana bir qatam umumiy xalq ovoziga qo'yilganligini bildirgan. Turkiston polosi Turkiyada qizg'in qarshi olindi. 14 aprel Cuma günü İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 iyul meydanında 4. qatımlıq an'anaviy radyo ko'ngil etish faoliyati ve yerlik yemeklikler ziyofatida Uyg'urlarning an'anaviy tamg'i bo'lgan polo faoliyatining eng muhim temasiga aylandi. Türkiston polosi Turkiyada qizg'in olqishga erishdi. 14 aprel Cuma günü İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 iyul meydanında 4. qatamlıq an'anaviy radyo ko'ngil etish faoliyati ve yerlik yemeklikler ziyafati uyushtirilgan bo'lib, bu faoliyatda Uyg'urlarning an'anaviy tamg'i bo'lgan polo tarqitish faoliyati eng muhim temaga aylandi. Bu faoliyatga Turkiya Oila va ijtimoiy siyosatlar ministri Fatima Betul Sayankaya, Zeytinburnu belediye başlığı Murat Aydın, Türkiye parlament a'zosi Fatma Benli qatorliq davlat rahbarlari bilan birlikda minglagan kishilar qatnashdi. Faoliyatga qatnashgan kishilarga Zeytinburnu'dagi O'rta Osiyo mehmon oshxonasi 15 ming kishilik polo etib tarqatgan bo'lib, faoliyatga qatnashgan rahbarlar va kishilar tarbiyadan alohida maqtashga erishdi. Faoliyatda ministr Fatima Kaya so'z qilib, bu Turkiston polosini men o'z uyimda etib turaman. Ama bu yerdekisi intayin o'xshabdi. Mening eng yaxshi ko'radigan tamaqim bu Turkiston polosi dedi. Bir de Türkistan pilav dağıtımına iştirak ediyoruz şimdi de. Çok lezzetli olmuş, pilavı tattım. Aynı zamanda çok severek yaptığım da bir yemek. Amerika'dayken Türkistanlı arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Ben de evde yaparım ama buradaki de çok lezzetli olmuş. Aynen evde yapılmış gibi lezzetli. Arkadan Zeytinburnu belediye başlığı Murat Aydın söz kılıp, Türk yemekleri içinde Türkiston polosi en muhim yemeklik baylıklarından biri bulup hesaplandı. Bu tamak Zeytinburnu'da en köp yiyildiğin tamaklarından biri. Hatta bizning öylerimizde mi anç-muncha etilib turdi. Bugün bu yerde uyushtirilgan faoliyat münasabati bilan Türk dünyasının en ko'zib ko'rgan taomlardan biri bo'lgan Turkiston polosini ministr bilan birlikda bu yerdagi faoliyatga qatnashgan vatandoshlarga hadiya qilib tarqatdik deganlarni tilga oldi. Bu faoliyat 15 aprel shanba kuni oxirlashgan bo'lib, Mehmon Uyg'ur oshxonasi tomonidan 20 ming kishilik alohida tayyorlangan Turkiston polosi bu faoliyatga qatnashgan kishilarga haqsiz tarqatib berildi. Turkiston polosini yeyish uchun kishilar uzun o'chiratlarda turishgan bo'lib, bir qatam ta'min etib ko'rganlar yana qaytadan o'chiratga tizilib, uylariga elib ketishdi. Bu faoliyat ko'plagan radio muxbirlari tomonidan naq maydon programmasi qilib tarqatildi. Biz İstiqlal televiziyasi bo'lishibdimiz bilan bu faoliyatda Uyg'ur polosi pishirgan ustalardan Ahmadjon usta bilan suhbat olib bordik. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va Xitoy zulmi ostida tunishtirish olib berildi. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va Xitoy zulmi temasida tunishtirish olib berildi. 17 aprel Dushanba kuni Turkiyadagi Hikmat, Ilm va San'at jamiyati tomonidan uyushtirilgan faoliyatda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va Xitoy zulmi temasida tunishtirish olib berildi. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va Xitoy zulmi degan temada tunishtirish olib berildi.
17 aprel dushanba kuni Turkiyadagi Hikmat ilm va san'at jamiyati tomonidan uyushtirilgan faoliyatda Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va Xitoy zulmi degan temada tanishtirish olib berilgan. Faoliyat Qur'on Karim tilovati bilan boshlangandan keyin Turkiyada faoliyat qilib kelayotgan Ko'kan gazetining mas'uli Qutlug' Darvesh apandi faoliyat qatnashchilariga Sharq Turkiston va u yerdagi Uyg'ur turklarga qarshi Xitoy tajovuzlari tomonidan olib berilayotgan zulmlar haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Qutlug' Darvesh apandi bu so'zda mundaq degan: 1949-yili Qizil Xitoy kommunist tajovuzchilari tomonidan besilingan Sharq Turkiston 26 million Uyg'ur turklari yashaydigan bir zaman. Bu tuproqda Xitoy tajovuzchilari tomonidan nihoyat qattiq besim, ko'tirib huquqsiz zulm, qatlam ichida yashayotgan Uyg'ur turklariga qilinayotgan ig'ir haqoratlik muomalalarni tilga olish, uni bilish to'mirida turk qini bor har bir turkning mas'uliyati deb tushunaman. Men bu yerda bo'layotgan zulmlarni sizlarga bildirish uchun bu faoliyatga qatnashdim. Sharq Turkiston siyosiy strategiya, jug'rofiya, tarix, madaniyat, milliy an'ana, diniy e'tiqodi qatorliq jihatlardan Türk İslam dünyasının ayrılmaz bir qism bo'lib hisoblanadi. Xitoyda bor bo'lgan 148 xil yer osti boyliqning 118 xili Sharq Turkistondan chiqadi. Bu qadar katta boyliqqa ega bo'lgan bu zaminning asli egalari bo'lgan Uyg'ur turklari ichinchlik, azob, uqubat va namratlik ichida yashamoqda. Yuz berayotgan iqtisodiy bulant-tarang va bu davrdagi Uyg'ur turklariga moddiy va ma'naviy jihatda har turli zulm ishkencelarni elib keldi, dedi. Qutlug' Darvesh apandi yana so'zini davomlashtirib, tajovuzlar tomonidan besilingan Sharq Turkistonda yaqinqi mezgillarda minglagan masjidlar chiqib tashlangandan keyin munbarlarda azon tovlashmi cheklandi. U yerda islom dinining mavjudligini tubdan yo'q qilish uchun Xitoy tajovuzchilari har turli siyosatlarni yurgizish bilan birga dinsizlik tashviqotini majburiy elib bormoqda. Uyg'ur turklar ustidan majburiy planliq siyosat ijro qilinayotganligi 30 yildan oshdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklar ustidan elib borayotgan bu qadar qabiy vahshiyliklari va zulmi xalqaro maydonda o'z o'rnini topgani yo'q deganlarni o'tirg'a qo'ydi. Qutlug' Darvesh so'zining oxirida Sharq Turkiston xalqining ko'zib ko'rgan yetakchilaridan Abduqodir Yapchanning haqsizlik bilan turmada tutilib turilayotganligini, Turkiyadan panohlik izlab kelgan 10 minglagan Uyg'ur turklarining o'zlariga turk vatandoshligi berilishini umid qildiganligini tilga olib o'tdi. Xitoy muavin ministri Turkiyaga keldi. 17 aprel Xitoy muavin ministri Liu Yandong Turkiyaga yetib kelib, Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an, bosh ministr Binali Yildirim va muavin ministr Mehmet Şimşek bilan ayrim uchrashuv olib borgan. Xitoy muavin ministri Turkiyaga keldi. 17 aprel Xitoy muavin ministri Liu Yandong Turkiyaga yetib kelib, Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an, bosh ministr Binali Yildirim va muavin ministri Mehmet Şimşek bilan ayrim uchrashuv olib borgan. 17 aprel Turkiya muavin ministri Mehmet Şimşek Turkiyaga ziyorat kelgan Xitoy muavin ministri Liu Yandong bilan ko'rishgan. Suhbat jarayonida Mehmet Şimşek Xitoy Turkiya munosabatlarining yaqinqi yillarda nihoyatda tez rivojlanayotganligini, Xitoyning islohot va ishni sirtqa ochib o'tish yo'lidagi tirishchanliklarini alohida maqtaydiganligini bildirgan. Xitoy muavin ministri Liu Yandong bo'lsa, Xitoy raisi Xi Jinping yozgan kitobning Turkiyada tarqalishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning kuchayishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadiganligini hamda ikki davlat o'rtasidagi kelishimlarni texmi cho'nqurlashtirish orqali strategiya jihatdagi o'rtaq hamkorlikni qo'lga keltirgili bo'lganligini tilga olgan. Uchrashuvdan keyin Mehmet Şimşek bilan Liu Yandong birlikda kitob yopiqini ochgan. 18 aprel kuni Turkiya raisi Erdo'g'an va bosh ministr Binali Yildirim Liu Yandongni ayrim qabul qilib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar haqida suhbat olib borgan. Uchrashuvda Liu Yandong Erdo'g'anga Xi Jinpingning 5-oyda Reis Erdo'g'anni Xitoyga taklif qilganligini yetkazgandan keyin Erdo'g'an ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar haqida to'xtalib, Xitoy korxonalarining Turkiyaga mablag' solishni qarshi olganligini bildirgan. Bosh ministr Binali Yildirim bilan bo'lgan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi aloqa munosabatlarini texnik quyuqlashtirish, buning bilan Turkiyaning har qaysi sohalardagi munosabatlarni rivojlantirishni xohlaydiganligi tilga olingan. Liu Yandong tilga olib o'tilgan sohalardagi hamkorliklarning rivojlanishi uchun texnik ko'p tirishchanlik ko'rsatadiganligini umid qildiganligini, Turkiyada 16 aprel kuni olib berilgan asos qonunga o'zgartirish kirgizishni xalq ovoziga qo'yish saylam olib berilganligini tabriklaydiganligini bildirib, hilgarlikini oshkorlagan. Xitoy Hindiston-Xitoy chegarasidagi talash-tortishlik 6 rayoniga Xitoycha ism qo'ydi.
Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lama Hindiston Xitoy chegarasidagi talash tortishlik rayonida ziyoratda bo'lgandan keyin Xitoy doiralari bu yerdagi 6 rayonga Xitoycha ism qo'ygan. Xitoy Hindiston Xitoy chegarasidagi talash tortishlik 6 rayonga Xitoycha ism qo'ydi. Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lama Hindiston Xitoy chegarasidagi talash tortishlik rayonida ziyoratda bo'lgandan keyin Xitoy doiralari bu rayondagi 6 o'ringa Xitoycha ism qo'ygan. Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqt gazetining bu vaqtda bergan xabariga qaraganda, Xitoy Nupus ministerligi 14 aprel o'zining internet sahifasida Tibetning janubidagi 6 rayonning ismlarini yangidan Xitoycha nom bilan atab, Xitoycha ism qo'yganligini, buning Hindiston doiralariga rayonda Xitoyning eglik huquqining borligini bildirish uchun ekanligini, shundaqla bu Xitoycha ismlarning burundilla bor ekanligini bildirgan. Xitoy doiralari yangidan Xitoycha nom bergan bu rayonlar Hogyanlong, Milari, Choydan Ganbo, Rimyan Choka, Bomula, Nanka, Puri qatorliqlardan iborat ekan. Xitoy bilan Hindiston orasidagi bu ixtilofliq rayondagi yerlarga tunji qatim rasmiy holatda Xitoycha nom berishni qaror qilgan Beijing doiralari Hindistonning shimolidagi Arunachal Pradesh rayonini Xitoyning zamini deb da'vo qilib kelayotgan bo'lib, 6 aprel kuni Dalay Lama bu rayonda ziyoratda bo'lgan va bu yerdagi necha 10 mingdan Budda murtlarga nutq so'zlagan. Shuningdek keyin ikki davlat orasidagi munosabatlar jiddiylashishga boshlagan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bu qatim xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimli xabarlarimizni ko'rishgacha sizlarni uloq Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.